Nimaga Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida 6-semestrni tashlab Turkiyaga kelganim haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum guys, Nargiza Hakimova YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Men Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida 3-bosqich talabasi edim. 6-semestr o'qish boshlagan ekan. Va o'sha semestrni endi boshlaganimizga bir hafta bo'lishi bilan bizga e'lon chiqdi. Ya'ni bizning universitetimiz va Turkiyadagi aksara universitet o'rtasida memorandum imzolanganligi va ushbu memorandum asosida talabalar almashinuv dasturiga qabul ochilganligi haqida biz başvuru yaptık, ya'ni topshirdik va muvaffaqiyatli o'tdik. Talabalar almashinuv dasturi asosida Turkiyaga kelganimizga mana 3 oy bo'ldi. Ushbu videoda men sizlarga 3 oy ichida o'rganganlarim, Turkiyadagi ta'lim sistemasi, bizlar bilan ularning o'rtasidagi farqlar va plyus va minuslar haqida gapirib bermoqchiman. Demak, fevral oyining oxiri 26larida uchib keldik, o'sha joylashdik. Bu yerga ham где-то 1-2 haftaga kech qoldik, chunki dokumentlar to'g'irlash ishlari bo'ldi, tasdiqlanishi va shu ko'proq vaqt oldi bizda. Keyin yetib kelganimizdan keyin men hech qachon chet elga chiqmagandim. Yangi tajriba bo'ldi. Kelganimizdan keyin o'sha darslar boshlanyapti. Darslar tushunishi uchun bularda boshqacha sistemada bo'lar ekan. Masalan, bizga dars jadvali o'zlari qo'yib berishadi, bular o'zlari tanlar ekan. Ya'ni ikki xil darslar turi bo'lar ekan. Majburiy va siz seçmeli, ya'ni siz o'zingiz tanlaysiz bo'lar ekan. Bizlarni o'zimizning Toshkentdagi fanlarimiz bilan taqqoslab, bu yerga to'g'ri keladigan fanlarni tanladik. Va masalan bizda sistemaga ajratilgan. Ertalab soat 8:30 dan boshlansa 1:30 gacha o'qishimiz bizda tugardi. Lekin ularda unaqa emas ekan. Masalan, kunda bitta dars ham bo'lishi mumkin ekan, boshqa kun 3 ta dars ham bo'lishi mumkin ekan va asosiy darslar 2 soatdan, seçmeli, ya'ni tanlov fanlari asosiy darsda 3 soatdan, seçmeli, ya'ni tanlov fanlari 2 soatdan davom etar ekan. Masalan, 3 soat ichida agar ustozingiz 1 soat ichida fanni tushuntirib bo'lsa, 2 soatida sizga bo'sh vaqt berish mumkin ekan. Va eng katta ko'rgan 3 ta farqimiz sanaymiz. Birinchisi shu sistemadagi o'zgarish bo'lsa, ya'ni dars vaqtlari bilan siz o'zingiz tanlaysiz darslarni. Ikkinchisi bu o'quvchilarga bo'lgan muomalasi. Ya'ni bu yerda sizni hech kim o'qishga majbur qilmaydi. Hech kim boshingizdan ushlab, mana men buni qilishim kerak, deadline yaqin demaydi. Ularning o'zini programmalari bor. Programmalarga sizga yuklaydi. Qilsang qil, qilmasang qilma. Agar qilmasangiz, polibom 5-6-yilga qolib ketishingiz mumkin ekan va bunaqa holatlar juda ham ko'p ekan. Dasht bu yerdagi o'zbeklarning o'zida ham bunaqa holat bo'lganini ko'rdik biz. Va uchinchi farqi bo'ladi, masalan, davomatga unaqa qattiq qaranmas ekan. 5 talabam bo'lsa bo'lar ekan, lekin agar ekzamendan o'tsa, masalan, siz birinchi semestrda o'sha fanni olgansiz, lekin ekzamendan yiqilganingizdan keyin keyingi semestrda ham shu fanni olsangiz bo'lar ekanda, olganingizdan keyin kelmasangiz ham bo'ladi. Faqat ekzamenga kirib, ekzamenni o'ta olsangiz bo'ldi ekan. Ya'ni davomatga unaqa qattiq qaralmas ekan. Muhimi, o'zingiz midtermlaringizni, ya'ni vizalaringizni normal topshirib olishingiz va ekzamendan yaxshi ball olib chiqishingiz. Masalan, bizda boshqa sistema. Biza o'qigan yildagi talabalarda, masalan, midtermingizdan o'tsangiz, ekzamenga kira olasiz. Eng kamida 3 bilan o'tsangiz. Va ekzamenda qaysi baho olsangiz, o'sha bahoingiz qo'yiladi. Vizani 40% va yakunini 60% qo'shiladi va o'rtalamasi chiqariladi. Shuning uchun bu yerda qolib ketish oson, ya'ni 5-yilga, 6-yilga qolish juda ham yayg'in. Mashhur, keng tarqalgan. Okay. Keng tarqalgan. Bundan tashqari turklarda masalan grant asosida yoki bo'lmasam kontrakt asosida o'qiydigan degan narsa yo'q. Ularning hammasi tekin, ya'ni o'zini aholisi uchun hamma ta'lim tekin, maktabga o'xshab. Lekin 5-yilga qolsangiz, o'sha 5-yilda to'lashingiz kerak va ta'lim arzonroq nisbatan. Masalan, bizdan kelib o'qiyotgan o'zbeklar ham bitta semestr uchun 200-300 mana shunaqa dollardan to'lashyapti. Ya'ni boshqa davlatlarga nisbatan, O'zbekistonga nisbatan ham arzonroq. Imtihonlarga tayyorlanishi katta culture bor, o'sha katta kutubxonasi bor, 5 etajli kutubxonaga borishadi. Ularda alohida xonalari ham bor ekan. Kecha soat 12 gacha ham qolib tayyorlashyapti. Kechasi ham qolib tayyorlashyapti. Ya'ni o'qiyman degan odamga juda ham ko'p imkonlar bor. Alohida xonasini zakaz qilib turib, prilojeniyasidan o'sha yerda ham o'qisangiz bo'ladi. Undan tashqari o'rtalaringiz bilan ham o'qiydigan xonalari bor. O'zingiz alohida ham o'qiydigan xonalari bor. Undan tashqari masalan dormitoriyada har bitta etajda o'qima odasi bor, ya'ni tayyorlanadigan xona bor. Ya'ni juda ham ko'p imkonlar bor. Agar rostdan o'sha narsaga o'qiyman, tayyorlanaman, topshiraman desangiz. Lekin chet ellik talabalarga nisbatan sal qiyinroq bo'ladi. Biz memorandum asosida kelganimiz uchun bizga turklarning o'ziga qarashdi. Ya'ni sen chet ellik ekansan deb osonlik yaratilmadi. Turklar nima topshirayotgan bo'lsa, biz ham o'sha narsani topshirdik. Masalan, bizda Turkiya turkchasi, akademik turkcha degan fanlar bor edi. Bizga nisbatan sal qiyinroq bo'ldi, chunki
tasavvur qiling, siz ona tilida asos, so'zni yasalishi, shakl yasovchi qo'shimchalar degan narsani o'rgangansizda, paqqatib boryapsizda Turkiyada turk tilini endi o'rganayotgan inson sifatida turk tilidagi asos, so'zlarni yasalishi degan narsalarni o'rganyapsiz. Ya'ni ularning hammasi ma'lumotlar turk tilida berilyapti. O'zbekistonda nisbatan sal osonroq bu fanlarni o'qish, chunki turk domlalarni o'zi bermasdi va ularda ham turklarning o'zida ham aksent degan narsa bor-da. Biz hammamiz Istanbul turkchasini o'rgangan bo'lsak, ularda endi aksenti, допустим, tam Qashqadaryo, Surxondaryo bizda aksentlari bo'lganda, ularda ham xuddi shunaqa qini q deb gapirishadi. Juda ham tez gapiradi ba'zi domlalar, ba'zilarning xarakteri bor va ular bilan ularni madaniyatiga tushish ham ozgina sal qiyinroq bo'ladi agar flexible inson bo'lmasangiz. В принципе, ta'lim tizimi menga yoqdi, chunki hech kimni majburlash yo'q, hamma joyda erkinlik, o'zingiz o'qish xohlasangiz imkoniyatlar juda ham ko'p, har xil положениялari, boshqa narsalari bor. Biz Ankarani o'ziga borganimizda eng katta Turkiyadagi Jumhuriyat kutubxonasiga bordik. U yoq juda ham chiroyli va ta'lim sistemasi menga yoqdi. Bitta ustozdan eshitgan sitatam shunaqa bo'ldi. Masalan, O'zbekistonda ham ishlaganlar ustozimiz aytibdi, masalan, bizda 50 ta odamni majburlab o'qitish juda ham yayg'inda, kuchaygan. Ya'ni bosim ostida o'qiymiz. 50 ta odam hammasi o'qiydi. Lekin bu yerda 50 tadan 5 tasi o'qiydi, lekin 5 tasi ham kuchli olim bo'ladi. Bizga yana qolgan 45 tasi kerak emas. O'sha 5 tasi zo'r bo'lib ketsin va tepa o'rinlarda ishlasin. Mana shu bizning maqsadimiz zotda. Bizda konsepti sal boshqacharoq universitetdagi ta'lim tizimi ham shuning uchun boshqacharoq. Ikkalasini ham o'z o'rni bor deb o'ylayman va menimcha O'zbekistondagi yaxshiroq bo'laman, chunki odamga bosim qilib tursangiz, baribir mas'uliyati oshadi. Demak, bu meni Turkiyadan olgan, Turkiya ta'lim tizimidan olgan xulosalarim edi. Agar savolinglar bo'lsa, qanaqa memorandum asosida kelganim, qanaqa topshirganim, nimalarni hal qilganim haqida savolinglar bo'lsa, yozinglar kommentariyaga, ularga javob beraman. Yana bitta video ishlamoqchiman. Cultural shock, ya'ni umuman boshqa davlatga ko'chib o'tish qanaqa bo'ldi? Qiz bola sifatida qiyin emasmi boshqa davlatda yashash? Narxlari qanaqa? Qatlaga bordik, juda ham ko'p shaharlarni aylandik. Xulosalarim qanaqa? Bular haqida ham bo'lishmoqchiman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozinglar. So guys, take care. Bye bye.